Nerede durayım? Ortam qarab turmay kattalarga. Avvalambor xush ko'rdik. Shu vaqt bo'linglar Xudoyim. Mana shu xudoandachiligimiz ming yilchilik bo'lsin. Jiyanlarimiz baxtli bo'lsin. O'zi kutganlaridek baxtga erishsinlar. Xudo xolisa sizlar bilan birgalikda kelasi yil shu 5 to'ylarda ham birgalikda inshaalloh o'tish nasib qilsin. Hammalarning ham qizlaringiz shunday chiroyli kelin bo'lsin, o'g'illaringiz shunday chiroyli kuyov bo'lsin. To'yxona, murodxona kim murod qilsa Alloh hosil qilsin. Mana taqdir nasibi ekan Qashqadaryodan mana kelin olib ketyapmiz. Xudoyim qadami qutlug' bo'lsin. Hozir opamiz aytgandek, Xorazmning eng chiroyli kelini bo'lsin. Xudo xolasa sizlarni Xorazmda ham kutamiz. Ikkinchida mana to'y, katta to'y Xudo xolasa. Akamning nomidan, Og'abek akam nomidan tabriklarimni qabul qilasizlar. Xudo xolasa ular u yoqda tayyorgarlik ko'ryapti, o'shaning uchun vakil bo'lib keldim men. Qabul qilasizlar. Baxtli bo'ling singlim. Xudo xolasa qo'shnilarim sizlar uchun baxtli bo'lsin.